Kecha to'g'risi menda katta kuchli hayajon bo'ldi. Operatsiya qilayotganda davleniya ko'tararmikan yoki yurak biron ishlamay qolarmikan, esa ammo meni baxtim farzandlari baxtiga, nabira-aviralari baxtiga chiqarmikanlar deb. Yo Allohga shukr, lazer bilan shunchalik oson bir pasda toshni olib keldilarki, o'zim hayajon bilan baqirib yoribman. Allohimga beadad shukr. Tuni bilan bu kishi qiynaladimi desam, yo'q. Beozor uxladilar. Vrachlar xabar olishini, medsestralar yugurib kelib turishini, ba'zi choylarimizga oldimizga olib kelib qo'yib, ukollarni vaqtida qilib hammalariga sog'liq tilayman. Hammalari farzandlarini baxtini, rohatini ko'rsin iloyim. Assalomu alaykum butun o'zbekistonlik tibbiyot xodimlariga. Men cholim bir hafta azob tortganlari o'zlari biladilar, men bilaman, Alloh biladi. Shunchalik kuchli pristivlar bo'ldi, pichoq sanchyapti deb mana Abror ota nomidagi klinikaga keldik. Rahmat, shunday farzandlari, joylari iloyi Abror boboni jannatdan bo'lsin, Firdavs rayon joylari, bog'laridan joy bersin. Shunaqa farzandlarni tarbiyalabdilar, o'qitibdilar. Quvondiq akam mana dadalarini davomchilari bo'lib, shu klinikani ochib, yana ikkita o'zini zurriyotlari, farzandlarini shu yerda tibbiyot xodimi qilib yetishtiribdilar. Butun O'zbekistonimiz xalqiga bular yordam beryapti. Shifo, ilohi hamma shifo topib ketyapti. Mana bugun o'zim guvohim bo'ldim. Boshqa viloyatlarda, mana Jizzax viloyatidan kelgan bemorlarimiz bor. Ilohi bundan-da martabalari ulug' bo'lsin. Quvondiq aka mana shu zurriyotlarni rohatda ko'rsin. Ilohi mana shu yerda ishlayotgan barcha vrachlarimiz martabalari ulug' bo'lsin, farzandlarini rohatini ko'rsin. Umra, haj safarlariga tilayman borib kelishlik hammalariga nasib etsin iloyim.